Angliya Premyer Ligasi Husanov Tottenhamga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlaydimi? Haqiqatdan Husanov rahbariyat bilan tortishib qoldimi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Xabaringiz bor, bugun Angliya Premyer Ligasining 24-turidan o'rin olgan Pep Guardiola boshchilagan Manchester City safarda Londonning Tottenham klubi bilan kuch sinashadi. Ushbu bellashuvdan oldin ikki jamoaning boshlang'ich taxminiy tarkiblarini bir necha nashrlar taxmin qildi. Quyida ular bilan tanishishingiz mumkin. Yana bir nashr, Sport Daily nashrining yozishicha, Abduqodir Husanov rahbariyatda kim bilandir tortishib qolgani aytilmoqda va bugun asosiy tarkibda maydonga tushmasligi mumkinligi haqida bayonotlar chiqmoqda. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan Abduqodir Husanov rahbariyat bilan tortishib qolganmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.